Xo'sh do'stlar, hammaga salom. Bugun bizning videomizda DLC 2025 o'yinida akkauntimizni noldan quramiz. Ya'ni akkauntni noldan qurib va tez, oson kuchaytirish videosi bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin albatta like bosib qo'yinglar va meni kanalimga obuna bo'lgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglarni so'rab qolaman. Biz videoni boshladik. Xo'p, birinchi o'rinda mana xuddi shunday narsa chiqib keladi, parametr grafika. Biz buni nima qilamiz? Avto visokiy bor, niskiy bor, sredniy bor va visokiy bor. Eng yaxshisi norm narsa bu sredniy qilish. Men masalan nima desam bo'ladi? Kashini qilsam ham telefonim ko'tarsa baribir sal qotadi interneti. Shuning uchun ham sredniy qilib qo'yganim yaxshi. Lekin telefonim masalan Samsung A53 telefon bu normal. Nima desam bo'ladi? PUBG'ga yaxshi telefon. Birinchi o'rinda qaranglar. Ismini qo'yamiz. Komandant nomi bilganinglarda Jaloliddinov. Xo'p, odam bashara hakam tanlasak. Xo'p. Mana mashpiratni ola qolamiz. YouTube. Albatta jigarlar tezroq menga podpiska osib qo'ysanglar. Bilsam bo'ladi. Oho, ancha o'zgarish bo'lib ketibdi-yu. Yangilanishdan keyin tezroq podpiska osib qo'ysanglar 5,5 minutda bo'lardik. Xo'p, bizda eng yaxshi tanlov tez yuguradigan va bo'y baland futbolchini olganimiz yaxshi. U ham 100% hujumchi bo'ladi. Xo'p, bu yerda variantlarni aytadigan bo'lsam, Bremerlar umuman bo'lmaydi. Xo'p. Pulisic variant, lekin 1.78. Bundan yaxshi o'yinchilar ham bor mana. Masalan, Luis Diaz. Xo'p, David Barbera. Bu ham yaxshi, lekin bo'y past. Xo'p, endi filmsiz olaman desam, filmsiz zarbalari uncha emas ekan va tezligi 90 ekan. Shuning uchun ham Luis Diaz menimcha olganim yaxshi. Tezliklari normalniy, tezlanish, udar, boshqa narsalar. Endi bo'yi ham 1.78 bo'ladi. Xullas, nima bo'lganda ham hujumchi olinglar, chunki hujumchi tez gol urishga va boshqa narsalarga kerak bo'ladi. Xo'p, ozgina internet xatotdi. Muammosiz ishlab ketadi. Xo'p, va keyin nima desam bo'ladi? Qanaqa yaxshi kuchaytira olamiz? Okay desanglar, hozir men uni ham bitta o'rgatib o'tib ketaman. Lekin internet yomon qotdi. Bo'ldi, ishladi. Xo'p, biz bilan shuni qilamiz. Transferlar, xo'p, bonuslarni olamiz. Qaranglar, jigarlar, transfer kirganinglarda har doim ahamiyat beringlar. Mana shunaqa 120 tanga, mana 85 tanga, 60 tanga ham chiqadigan futbolchilarni olib qolish kerak. Varatalistlarni ham. Xo'p. Bu isteshni joyiga qo'yamiz. 4-4-2 bizga taktika beradi va 4-5-1 bilan xo'p. Bitta ishlatib olish kerak ekan, ishlatib olamiz. Mana qaranglar, mana 85 ga bularni olib qolaman men. 115 ga varatalish, bularni ham olib qolamiz varatalishsa. 110 tangaga. Bularni olib qolish kerak. Xullas, mana shunday futbolchilarni olib qolamiz jigarlar. Olib qo'ygandan keyin bizga hozir o'rgatyapti. Xo'p, qaranglar. Polni birinchi o'rinda tezroq kuchaytirish uchun Polni mana shunaqa GK varatalik sig'amiz jamoaga. Polni Zaxirada 5 ta, asosiyda 10 ta, bitta Luis Diaz qoladi va keyin mana shunaqa futbolchilarni biz zaminga kirib sotib olishimiz kerak bo'ladi. Iloji boricha trenerga sotamiz. Trener. Xo'p, bu yerda endi o'rgatyapti trener mana. Mana shunaqa futbolchilarni sotib olish kerak, chunki bizga Polni varatalis kelgan yaxshi, chunki mana qaranglar, Polni varatalis qilgandan keyin Polni kuchaytirgichlarimizni Luis Diazga beramiz. Hozir men kuchaytirgichlarni ishlatib olsam, mana bu futbolchilar kirib ketadi, boyagidek ko'rganinglardek. Shuning uchun ham Luis Diazni olamiz va bu yerda Sabita degan bo'lim bor. Xo'p, sizlarga hozir o'rgataman. Endi bu jigarlar akkauntni noldan qurayotgan DLSini nima desam bo'ladi? Akkauntni endi o'rganayotgan bolalarga men tushuntirib aytaman, eng yaxshi sposobini. Yana bilganlar negativ yozib yurmasin asabni buzib. Bu yerda scout degan narsa keladi. Обычный scout, редкий scout, legendarniy scout. Bularni men umuman maslahat bermayman. Faqatgina mana shunaqa bonus berganda ochinglar, bo'lmasa вообще kerak yo'q, chunki 500 tanga risk. Hali oltin futbolchi chiqadimi, yo'qmi?
Endi DLSni rosa ko'p o'ynayman desanglar, ochganinglar yaxshi, lekin maslahat bermayman shaxsan o'zim. Undan ko'ra stadionni full qilgan yaxshi mana. Abishni ochib ko'rdik, 94 tangaga berdi. Buni olamiz va sotamiz. Qaranglar jigarlar. Endi bu yerda stadion degan narsa keladi. Anu tezroq tanga yig'aman desanglar, stadionni full qilib olish kerak. Xo'p. Mana. Eng maksimali mana. Bu yerda 21 ekan. 20 ni qo'rsanglar ham bitta tanga beradi. Prosta tepasi tunikasi desam bo'ladi. Tunikasi ochish bu yerda yopib bo'ladi, bu yerda ochiq bo'ladi. Budjetingroq kerak desanglar mana. Bu yerga mana yozib qo'ygan bonus degan joyda hozir 7 tanga, agar mashina solsam 13 tanga berar ekan. Xullas kerak emas. Biz bitta o'yin o'ynab chiqishimiz kerak, lekin bu o'yinni o'ynashim shart emas. Xo'p. Hop. Qaranglar mana. Har doim iloji boricha chap tomonda turgani bilan o'ynaylik. Chap tomonda sizlar tursanglar, o'ng tomonda tursanglar, vobshe tanga kam beradi. Stadionni albatta full qilgandan keyin qilsanglar bo'ladi bu narsani. Legendarniy divizionga chiqqaninglardan keyin. Hozir lekin farqi yo'q, o'ynaverish ham kerak. Endi legendarniy divizion Real Barsa shunaqa tarkiblar o'ynaydi. Xo'p, hozir sizlar 0 dan o'tsanglar. Hop, qatdan ko'rardi o'sha narsani. Hop. Mana. Hop, divizion akademiya, keyin Lyubitelskiy divizion 3, 2, 1 elita va legendarniy divizion. Legendarniy divizionga chiqishingiz uchun mamlarni pulni yutib kelishingiz kerak bo'ladi. Mana shu karyerani, divizion akademiyani pulni o'ynab karyerani yutsanglar, keyin chiqsanglar bo'ladi. Keyin hozir men stadionim 5 mingtalik ekan, sig'imi yo 12 mingtalik ekan, 85 mingtalik qolishim kerak. Qanaqa chiqishim so'ng, nima desam edi. Desam anu legendarniy divizionga chiqish uchun. Xo'p. Endi bu yerda futbolchilar bor. Shu har doim o'ynasanglar dp beradi 100 ta, 200 ta, 300 ta. Mana shunaqa futbolchilarni olsanglar bo'ladi, eski futbolchilarni. Denis Bergkamp, Zolo, Crespo, Kangsaykomi, kimdan Denis Bergkamp. Xullas, nima desam bo'ladi. Bularni hozircha olishinglar shart emas. Chunki bular bu shu sezon normalniy kelmadi. Normalniy o'yinchilar kelmadi. Bitta mana shu Zolo normalniy ekan. Bu ham bo'yi вообще pakana ekan, seriozdan. Mayli. Endi masalaga live o'yinlarni o'rgataman. Bu o'yinda men atiy chiqib ketaman, chunki sizlarni kutib turib qo'ymasligim uchun. Chunki live kirish uchun ham bir 7 tacha o'yin o'ynab chiqish kerak. Undan ko'ra поражение berganim yaxshi. Hoppa, bu yerda o'rgatyapti. Hop. Nechta o'yin qolibdi ekan? Yo'q, bo'ldi mana. Bu yerda sabit ekan, bu yerda mana live. Hozir lekin live odamlar bilan o'ynayman desanglar, mana shu narsa bo'ladi. Dream League live. Buni umuman o'ynamanglar. Chunki sizlar buni o'ynasanglar, sabitda yutishinglar вообще qiyinlashib ketadi. Chunki sizlar o'ynaganinglar sari opitlar oshadi va sizlardan 5 karra, 10 karra opiti zo'r komanda yoki jamoa bilan tushib qolsanglar, xullas sizlarni yutib qo'yish ehtimoli katta. Va mana shunaqa zadaniyalar ham katta, hali bularni o'ynab ko'rganim yo'q. Xo'p, 5 kundan keyin ochiladi. Birinchi sezon abonet Dream Stars 1 deb yozib qo'ygan. Xullas sekin-sekin bularni tushunib olasizlar u Dream Ligani o'ynashdan keyin. Xo'p. Endi yangi anaqa ochaman desanglar, mana haqiqiy live, haqiqiy jang mana mashina bo'ladi. Bu sabita deyiladi. Birinchi o'rin qaranglar, 42 ochko to'plasanglar, xuddi APL La Ligaga o'xshaydigan o'yin bo'ladi. 42 ochko to'plasanglar, mana shu agent beradi mana. Ikkita agent yozib qo'ygan, ko'k bilan sariq ikkalasini ham beradi va bu yoqdan ochib olsanglar bo'ladi mana. Va bu yoqda bitta abishni agentimiz bor, ochib olamiz. Shomurodov beradimi? Xo'p, bayroq qanaqa bayroq? Yo'q, Ispaniya, Shomurodov emas. Mana shu yerdan olsanglar bo'ladi. Olmosga olsam bo'ladimi aka desanglar, yo'q. Olmosga men bilan maslahat bermayman. Olmosga undan ko'ra mashina kuchaytirganinglar yaxshi. Trenirovka bilan asmisheniya, keyin mana nabor. Nabor anaqa qilsanglar, skauntlar, boshqa narsalar skidka bo'ladi.
trenirovka taktikalar ochiladi. Rasmiy sheni mehmonxona endi joyli ko'payadi. Общий taxminan 22 tami o'yinchi sig'adi. Hozircha uni ham qilish shart emas mehmonxonani va yangi sabitida endi o'ynayman desanglar mana 420 tangani ochaman desam mana aytayapti bizga zadaniya beryapti. Mana bu stadionni yozib qo'ygan. Stadioningni 13 mingtalik odam qilsang, bu sabitiga qatnasha olasan deyapti. Noldan akkaunt qursanglar shunaqa problemalar bo'ladi. Mana shunaqa taktika ochilmagansanda yoki mana shuncha futbolching yo'q deyshadi. Shuning uchun ham nima desam bo'ladi. Xuddi shunaqa narsalarga qarab qo'ringlar. Shuni bosib ko'rsanglar har doim ham kirib ketavermaydi, chunki Dream Liga qanaqadir zadaniya berib turadi va mana shunaqa bonuslar ham bor. Hoppa, bonus oldik. Endi 24 soatdagi bonus berar ekan. Xo'p, bu yerda Nestoid tanga bilan olmaslar. Bu shuncha pulga. Ya'ni iPhone'da ozgina skidka bo'ladi, 20% adashmasam, lekin baribir Nestoid narsa. Xo'p, xuddi shunaqa gaplar. O'sha gap jigarlar, polniy varitalik sig'asizlar, mana shu yerga berasizlar, kuchaytirasizlar. Keyin bu esa masalan yutganinglardan keyin mana shu sabitani yutganinglardan keyin ochib o'ynasanglar bo'ladi. Har doim sariq futbolchi olinglar, sariq. U ko'klar kerak emas. Ko'klarni olsanglar u akkaunt reyting baland bo'ladi, lekin vaqtingiz ko'p bo'lib qoladi-da, shuni ham bir aytib o'tib ketaman sizlarga. Shuning uchun ham ko'kka iloji boricha olmanglar. Husanovlar, masalan, Shomurodovlar chiqsa endi olsanglar bo'ladi, chunki baribir o'zbek futbolchi. Endi o'zingizlar qaranglar, akkaunt deylarni вообще-то udar qorish, mana shunaqa narsani qilsanglar zo'r bo'lib ketadi, xudo xolisa. O'zimni Telegram kanalimni silkasini tashlab qo'yganman. Bemalol o't olib Telegram kanaliga obuna qo'ysanglar bo'ladi. Hozircha obunachi 55 ta. Shu videodan keyin obunachi bir 400 ta 500 ta o'tkasin, xudo xolisa podдержка sizlardan kutaman va yaxshi chiroyli kontentlar bizdan bo'laveradi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Telegram kanalga конечно o'tib olinglar. Chunki Telegram kanalimiz hozir obunachisi kam. Shuning uchun ham stream qilsam ham, boshqa narsa qilsam ham ertaroq Telegram kanalimga xabar berib aytib qo'yaman. Hammaga rahmat do'stlar, sog' salomat bo'ling.